Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Kecha Oygul Berdiyeva ustozimiz o'rgatganidek, hop, PISA dasturida test bajarishda sizlarga video qo'llanmasini qilib berishga harakat qildim. Hop, birinchi qiladigan ishimiz havolaga kirib olamiz. Havolaga kirib oldik. Bizga matematika bo'limi ochiladi. Va biz bu tugmani bosishimiz kerak. Va bizga mana hammasi bor, mana shu yerda ochilyapti. Ochilgandan keyin pastroqqa tushamiz. O'zbekiston, xo'p, Qoraqalpoq, Ruskiy, O'zbekskiy. Ana shu o'zbekchani tanlab olamiz. O'zbekchani tanlab olamiz. Mana biz kecha bosh qotirgan testlarimiz ochiladi. Va bu tarafdan D mashinada belgiladik o'tgan safargidek. Keyingisiga o'tkazib, mana 900 ni belgilab. Okey. Keyingisiga o'tish bo'ldi. Shu tarzda davom etamiz ustozlar.